Yaqinda men bir 2-3 kishini suhbatida bo'ldim. Ziyorat, so'rashish, xullas gaplashib o'tirgandan keyin suhbatdoshlardan biri boshqasiga aytdiki, ko'p vaqtlardan beri har xil savollaringiz bo'lar edi. Endi fursat kelib qoldi, taqsirdan savollaringizni so'rab oling dedi. Haligi odam aytdiki, men so'ray olmayman dedi. Ikkovlari tortishyapti, uchtasi. Nimaga? Dedi. Men dedi, hali taqsirni yozgan kitoblarini to'liq o'qib bo'lganim yo'q dedi. Shuning uchun meni savolga haqqim yo'q deb bilaman. Bu kishi menga o'xshaganlar o'qisin deb kechalari ko'zlarining nurini to'kib yozganlar dedi. Lekin men uni o'qimay turib, yana yozgan narsalarini so'rasam, men dedi bu kishiga behurmatlik qilgan bo'laman, so'ramayman dedi. Endi bitta odamdan shu gapni eshitdim men. Rosa xursand bo'ldim. Shu 26 millionlik xalqning ichidan bitta odam gapirganiga nihoyatda xursand bo'ldim. Ishorai sabboba, namozda tashahhudda qo'l ko'tarish deyishyapti. Sabbobaligini ham bilmaydi hali. Bu to'g'risida hop Navro'z radiosida necha marta gapirdik. Hadis va hayotda sharhi bilan chiqdi. Boshqa narsalarda ham yana chiqdi, yana so'ralyapti. Bir yerdagi suhbatda namozda tashahhudda qo'l ko'tarish deb so'rashdi. Odamlar tashahhudda qo'lini ko'taryapti, buni tushuntirib bering desa, men endi qo'lini mana qilib ko'taryapti ekan deb o'ylabman. U qanaqa qilib qo'l ko'taradi desam, domla aytdilar, yo'q, mana barmoqni ko'tarishni aytayapti dedi. Men tushuntirdim. Qo'l, mana u qo'l bo'ladi. Bu barmoq o'zbekchasi. Deyishga majbur bo'ldim, aytdim. Mana bu yog'ini mana bu yerdan kaf deydi, mana bu yerini bilak deydi. Xo'p, endi o'sha namozda tashahhud o'qiganda ashhadu an la deganda qo'lni ko'tariladi. Mana shuni ishorai sabboba deyiladi. Mana shu suhbatlarda ham yana men avval ham aytganman, yana qaytarib aytayapman buni. Ishorai sabboba deyiladi buni. Bu Rasul akram alayhisolatu vassalom o'zlari qilganlar, bir qancha hadislarda kelgan. O'sha hadis va hayotni namoz kitobida ham kelgan, sharh qilganmiz. Sabbaba degani so'kish degani. Ulamolar aytadiki, o'sha namozxon odam namozni o'qib turib, tashahhudda o'sha qo'lini ishorai sabbaba qilib ishora qilsa, shaytonga qaytarib tushirganda kaltak tushganday bo'ladi. Shuning uchun sabboba deyiladi, deyshadi. Ana shu narsa hadislarda bor, kitoblarda bor, lekin bizning diyorimizda tarqalgan ba'zi bir Hanafiy kitoblarida bu narsa yo'q. Aytilmagan. Misol uchun, Muxtasari Viqoyada bor ham demagan, yo'q ham demagan. Ba'zi bir kitoblarda buni qilib bo'lmaydi deyishgan. Shuning uchun bizi diyorimizda ishorai sabboba to'g'risida odamlarning o'rtasida ikki xillik bor. Ba'zilar qiladi, ba'zilar qilmaydi. Shuning uchun bundan bir 17-20 yil oldin ulamolar majlisida biz shu masalani ko'rib aytdik. Hanafiy mazhabining kitoblarini ba'zilarida bor, ba'zilarida yo'q bo'lganligi e'tiboridan kim namoz o'qiyotganda ustozi qilasan deb o'rgatsa qilsin, qilmaganlar bilan janjal qilmasin. O'rgatmasa, qilmaysan degan bo'lsa qilmasin, qilayotganlar bilan ular ham janjal qilmasin. Ana shu. Boshqa hech narsa